Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Buxorodagi seximizdan ish faoliyatimizni ko'rsatamiz hozir. Buxorodagi seximizdan ish faoliyatimiz qoliplarimizni bo'shatish jarayoni. Bu yerda tashqarida hozir fokusini taqaylik. Stoyka qo'yilish jarayoni, uni ham bir qator ko'rsataman hozir. Qolip bo'shatish jarayoni. Chotki. Tashqarida stoyka qo'yilish jarayoni mana. Yerga qo'yilgan 2,5 metrlik yo'q stollarimiz. Chotki. Mana bu yerda yangi profillar kelgan, yangi qo'llar taxlash jarayoni ketyapti. Mana qo'llarimiz. Ustoz charchamayapsizmi? Yangi qo'llar taxlanibdi. Bularni temirni ichkariga to'qqa qilinadi. Ichkaridagi sex. Mana bu yerda patronlarga to'qqa qilinadi. Ustoz charchamayapsizmi? Mana. Temir qo'l bilan yerdan chiqadi. Bu yerda taxtasini taxlaydi, mana profillar kelgan. Mana bu yerda yangi qo'l bilan chiqqan mana. Yangi qo'llarimiz. Mana boshqa fasonda. Bu yerda yangi qo'llarimiz. Bu yerda ikkinchi seximiz. Mana ichkarida setka to'qiyotgan seximiz bu. Setka kesib, mana shu rulonsini kesib, setka qilib to'qiymiz. Mana usta bu. Usta bu to'qallar.